Janob, endi nima qilamiz? Endi Johani o'ldirish kerak, lekin qanday o'ldirishni bilmadim. Menda bitta reja bor. Men bilasiz, hamma odamni qiyofasiga kira olaman. Unda kelishdik. Sen janob merning qiyofasiga kir, o'shanda yo'q qilamiz. Davay, hozir kiraman, qarab turing. Tak, mana men merman endi. Ovozingni ham o'xshat. Men berman, men ketdim. Bo'ldi. Faqat короче, o'ldirdi ish qilib. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi videomda albatta do'stlar videoga like bosib kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men tezroq 1000 ta obuna chiqib tashlamoqchiman hamma kanalimda. Pastda obuna bo'lish degan tugma turibdi. Tez kanalga obuna bo'lishni bitta bosasiz 6 kanal chiqadi. Tars obuna bo'lasiz. Tamom, jigar. Короче, tak bugun men kechasi bo'lishiga qaramasdan ko'chada sayr qilib yurgandim. To'satdan qarasam, mana jitel eshigimni oldi, men kutib o'tirgan ekan. Bu nima gap bor ekan deb oldi. Kelsam, qochyapsanmi? Men seni menga gaping bor deb o'ylabman. Gapim bor edi. Qalaysan o'zi? Yaxshi, rahmat. O'zing ham yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Zo'r. Bitta narsaga juda ham hayron qoldim. Nimaga hayron qolding? Qanaqa hayron qoldiradigan darajadagi ish bo'ldi? Bilasanmi, janob mer uydan chiqmas edi. Hozir ham chiqmaydi. O'sha chiqibdi-da, ko'chaga ko'rdim bugun men. Rostdan ko'chaga chiqibdimi? Ko'chada yurgan ekan, bilmadim. Sen izlab yurganmidi? Hayronman, Joha deb yurgan ekan. Bilmadim, mani yonimga kelgan yo'q, men topib olgan yo'q. Undan bilmadim, lekin ariq ko'chada ko'rdim. To'xta. Qayerda ko'rding o'zi? Uyini yonida ko'rdim. Uyini yonida bo'lsa, bir nafas olishga chiqqandir, shamollashga chiqqandir. Bilmadim, kim bilsin, lekin sen izlab yurgan ariq edi. Mayli, bo'pti. Men uyimga kiray. Kecha bo'lib ketdi, uxlash kerak-da. Endi uxlamasam bo'lmaydi o'zi. 13-qishloqqa bugun 3-kunim bo'lsa, ertaga indinlardan ketaman 97-qishloqqa qaytib. Shu yerda qol, biz bilan yasha. Yo'q, 97-qishloq yaxshi bo'lmaydi. Mayli, to'xta. Короче, obunachilarimizdan so'raymiz. Короче, obunachilar, bilasizlar, men 97-qishloqda ham yashayman. Kommentariy yozib qoldiringlar. 13-qishloqda ko'proq yashaymi yoki 97-qishloqdami? Короче, sizlarning javobinglar men uchun muhim. Kommentariyaga tez yozinglar. Ko'rdingmi, obunachilarimni so'radim. Obunachilarim nima desa, men o'sha qishloqda yashayman. Tushundingmi? Bo'ldi. Davay, obunachilar, o'rcha qishloq tanlaylar yoki 97mi bilmadim. Bo'pti, короче, men uxlayman kirib. Kech bo'lib ketdi, lekin hali YouTube'ga video olganim yo'q. Bilasizlar, har kechasi men video tayyorlayman va har kun 3 tadan video qo'yishim kerak YouTube kanalimga. Chunki obunachilarimni o'ylagan holatda Stop. What the fuck? Stop. Bu mermi? Mer qo'lida qurolmi? Yo, what the? Rostdan qo'lida qurol edi. Rostdan. Qayerga ketdi? To'xta. Balki qanaqadir ov qilib yurgandir. Bilmadim, lekin to'g'risini aytsam, qani? Hozir shu yerda turgandik. Men bu yerdan yugurib keldi. Bu yerdan qanaqasi yugurib keldi? Yo, men tushunmadim. Bu yerdan chiqib keldimi shunda? Yo'q, bilmadim. Hozir shoshma, mana jitildan so'ray. Jitil, hozir ko'rdingmi mer? To'xta, menga qara. Hozir merni ko'rdingmi? Qo'lida qurol bor edi. Shu uchun men ham qochyapman, jinni. Uyga kir desiz, o'ldirib qo'yishi mumkin. Qanasiga o'ldirib qo'yadi? Bizga indamaydi-ku. Bilmadim, quturganmi mer? Qanaqadir qurolni olib izimizdan qo'yapti hammamizni. Meni ham o'rtamdan bo'ldi. Endi nima qilaman? Qo'rqma. Bor uyingga kir, sen ham uyingga kir, unda men ham uyimga kiray. Tushunmadim, merga nima o'ylayapti? Mayli. Takma uxlayman, короче, kemayli, iltimos, svetni o'chirib uxlay, ko'rmayman shunda. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Namchi uxladim, svet yo'q qilib qo'ydi. Lekin, Stop. Ertalab bo'lib ketibdi deymanmi? Qanaqasi ertalab bo'lib ketdi? Hali, men shunda, hali men bu yerga qaytib uxlayman yana. Tushunmadim. Nima, men uyqum uchib ketdi, tushunmay qoldim. Uxlash kerak tezroq. Kecha mana shu yerdan mer chiqib kelgandi, juda ham qo'rqib ketgandim, to'g'risini aytsam, yana chiqib kelsa, вообще bu marta hushdan ketib qolamanmi, bilmadim. Bilmayman, короче, uxlayolmasam bo'lmaydi. Svetni o'chiraydi. Ana endi точно ertalab bo'ldi-da, ertalab bo'libdi. Svetni o'chirib uxlagandim kecha, mayli. Ana endi polizimdagi ishlarni qilishim kerak, lekin kecha ko'rdinglarmi, mer qo'lida qurol olib quvlab yurgandi. Shu uchun to'xtanglar-da. Doim o'zim bilan qurol olib yurmasam bo'lmaydi. Chunki mer juda ham xavfli ko'rinishga kelib qopti. Tushunmadim mer nimaga bunaqa qilayotganini. Mayli, hozir jetellardan aralashtirib yoki merni o'zini yoniga borib aniqlab kelaman, ish qilib otib qo'ymasa bo'lgan. Avval polizdagi hosillar yig'ishtirib olish kerak. Xo'sh, polizimda juda ham ko'p hosil, короче, tayyor bo'lgan. Bularni yig'ishtirib olmasam, och qolib ketishim mumkin. Xo'p, lekin baribir hayron qolyapman. Nimaga mer bunaqa qiladi? Oldinlari bunaqa qilmasdi, mer yaxshi odam edi. Lekin hozir nima, bizni o'ldirmoqchimi? Qishloqda bitta o'zi qolmoqchimi, bilmayman.
yaxshisi ko'chib ketaman 97-qishloqqa aniq. Chunki bu вообще mer bunaqa qiladigan bo'lsa, men bu yerda yashamayman, qo'rqib o'tiraman, o'yinni chekirib, har kuni yashirinib. Mer manyak bo'lib qolganmi bilmayman. Bitta chirik kartoshka chiqdi, buni uzoqqa otib yubormasak bo'lmaydi. Tak, hozir boraman onasi demsan, qo'rqmayman, merni yoniga boraman. Nima kecha qo'rqityapsiz mani emas, hammani qo'rqityapsiz bunaqa. Deymanki, nimadir deydi. Tak, nimadir degandan keyin nimadir bo'ladi. Короче, chotki bo'ladi hammasi. Tak, bu yerga bug'doylarni ekib chiqqanmiz. Xo'sh, normali, okey. Xo'p, yopamiz. Bo'ldi bu narsalarni endi mana bu yerga joylashtirish kerak. Xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz. Ana endi merning yoniga ketdik. Qurol tayyor qo'limda. Agar mer nimadir demoqchi bo'lsa, tars otaman, xo'pmi? Tak. Oy, to'xta qishloqilar, nima bo'ldi? Kecha ko'rdinglarmi merni qo'lda qurol olib yurganini? Ha, men ham ko'rdim. Oy, nimaga bunaqa qilayotganini tushunib bo'lmayapti. Bilmayapmiz, to'g'risi bizda ham biz ham juda ham qo'rqdik va hozir ham qo'rqyapman, qaltirab turibman, ko'ryapsanmi? O'xshamayapti qaltirayotganingga. Endi ichim qaltirayapti-da. Ha, to'g'ri. Unda men hozir merni yoniga borib gaplashib ko'rmoqchiman. Tentaymisan, seni o'ldirib qo'yadi-ku yoniga borsang. Uyida o'tiribdi-ku, uyida bo'lgan vaqt hech kimga indamasdi-yu. Bilmadik, lekin nimadir bo'lib qolsa bizdan emas. Sizlardan emas aniq, chunki o'zim ixtiyorim bilan ketyapman-ku baribir. Tak, hozir borib aniqlashtiraman, iloji aniqlashtirmasam bo'lmaydi. Mer uyidanmikan, qayerdan ko'rsam bo'la, oynadan ko'rinardi. Mana qo'lida yo'q, qurol yo'q qo'lida. Demak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Men senga 389 million marta aytdim, uyingda eshigi yo'qmi? Eshikni yop. Mana shunga baqirishingiz shartmi? Osta aytsangiz ham yopib qo'yaman-ku. Nima kelding? Короче, kecha nimaga qurol olib hamma quvib yuruvdingiz? Qachon quvdim men senlar? Jinnimisan? Va kun bo'yi uyimda ichida o'tirsam, tashqariga chiqmasam. Siz jinni bo'lib qolganmisiz janob? Kecha men ko'rdim. Derazamdan shunday qaragandim, menga qarab qurol olib yugurib keldingiz. Yo, sen uyqusirayapsan. Kecha tush ko'rganmisan, nimadir bo'lgan. Hech qanaqa men qurol yo'q. Qanaqasiga qurol olib senlarni quvaman, jinni bo'lib qoldingmi? Hammaga ertalabdan beri shu gapni aytyapsan. Rostdan shunaqa bo'lyapti. Qarang. Shu kecha shunday kompyuter ishlatib turgandim. Derazamga qarasam, siz qurol olib chopib kelyapsiz. Yo'q, sen adashyapsan. Jinnilar ham adashyapti. Tushundingmi? Bilmayapman-da, shunga tushunmayapman to'g'risini aytsam. Mayli, undan nimadir gap bo'lar. Menga hech qanaqa ishingiz yo'qmi? Bor, ish bor, o'zi kakris ish aytaman deb turgandim. Daraxt olib kelish kerak. Daraxt olib kelaman, mayli. Keyin ana eski bino bor-ku, nima, quduqni to'g'risidagi. Bor. O'shani ham rekonstruksiya qilish kerak. Avval borib menga 20 ta yog'och olib kelib ber, keyin uni rekonstruksiyasini qilish uchun borib kuzatasan. Rekonstruksiyani bilmadim, keyinroq qilasanmi yoki hozir qilasanmi? Bo'sh vaqtingga qarab qilgin, tushundingmi? Tushunarli, lekin aniq siz kecha qurol olib quvmadingizmi bizning ortimizdan? Yo'q, aldayotganim yo'q. Mayli, unda men ketdim. Yomon qo'rqityapti to'g'risini aytsam mer. Mana bu binoni rekonstruksiya qilish kerak dedi. Men borib taporimni olib kelay-da, borib birdan daraxt ham olib kelaman. Lekin rostdan hamma ko'rdi-ku, mer qurol bilan quvib yurganini. Lekin hech kim baribir to'g'risi merni bunaqa qilganini tushunib yetmayapti. Balki rostdan ham qurol olib qo'ymagandir, balki men tushimda ko'rgandurman desam, lekin hamma ko'rganda uni qizig'i. Hatto men bir o'zim ko'rganimda ham mayli edi. Tak, hozir mana shu uyda ishini ko'rish kerak, rekonstruksiyasini. Janob mer? What? Nima? Voy, qoch. Voy. What the? Mermidi? Qani? To'xta. Yo'q, qayoqqa ketdi? Voy, mer yaramas. Hozir ko'radi meni, uyiga boray, o'zim bilaman, menimcha uyiga qochib ketdi-yu. Yo. Hoy, jetel. Mer hozir uydan chiqdimi? Yo'q, uyda o'tiribdi, ko'rmayapsan, derazasidan qarachi. Rostdanmi? Tak. Rostdan uyda-ku. Uyda o'tiribdi, eshikka chiqqani yo'q bugun. Stop, to'xta. Janob mer, siz uyingizdanmisiz? Uyimda o'tiribman. Nima menga qurol yo'qtanasan? Yo'qot qurolingni. Qarang, hozir men bordimda. Короче, ana eski binoni ichiga qarasam, siz turibsiz qurol bilan. Yo, sen aniq kunduz kuni ham uyqusirayapsanmi deyman. Yo'q, men tush ko'rayotganim ham yo'q, uyqusirayotganim yo'q. Aniq sizni ko'rdim. Yo'q, ko'rmagansan. Sen jinni bo'lib qolyapsan. Sen jinnixonaga jo'natish kerak. Sen 97-qishloqqa borganiga miyang ayirib qolgan. Yo'q, janob, unaqa bo'layotgan yo'q. Men sizni toshni ko'rdim. Yo'q, bor tez daraxtlarni olib kel, gapni ko'paytirma, sen aniq nimadir bo'lgansan. Dori boring ichib ol.
Mayli, lekin qachonlardir men isbotlayman. Sen kecha ko'rganmiding rostdan mer qurol olib qo'yib yurganini? Ha, kecha ko'rgandim. Bugun qurol tugul hech nima olib chiqqanim ham yo'q, eshikka chiqqanim ham yo'q. Mayli, lekin men ko'rdim-da. Yo, isbotlayman, qachonlardir isbotlayman. Men borib hozir daraxt olib kelaydi o'rmondan. Tak. Nechta daraxt degandi 20 tami? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Mana baribir tagiga yetaman. Baribir tagiga yetaman. Ko'radi hali mermandan. Tak. Yo, mermandan ko'rmaydi. Men merni ko'raman. Qanaqasiga bu holat bo'lyapti? Ya'ni qurol olib qo'yapti u bizni, lekin tan olmayapti. Tan olish kerak. Men tan oldiraman. Hali qarab tur, janob mer. Yo, lekin baribir men emas deyapti-ku. Qanaqasiga bu birdaniga mer bo'lib, mer bo'lmasligi mumkin. Men to'g'risi men ham umuman ishlamayapti. Ishlam kallamay qolyapti. Baribir aytgandek tagiga yetaman men buni. Hozir 20 ta daraxt yetib beraman-da. Tagiga yetaman. 20 tamiz ko'proq olib, baribir ana bino rekonstruksiya qilishga ishlatar ekanman-ku. Xo'sh, qayerda edi Mernoyi? Ha, mana bu tomonda edi. Xo'sh, Merni uyat. Mana shu yerda rekonstruksiya qilinadigan bino mana bu yerda. Xo'sh. Tak. Xo'p. Qani edi? Qani. Sen bugun ko'rmadingmi Merni qurol olib yurganini? Yo'q, kecha ko'rgandim, bugun ko'rganim yo'q lekin. Mayli unda. Mayli. Короче, do'stlar, voqealar rivojini keyingi qismda ko'rib qolinglar. Mer qurol olib haqiqatan bizni qo'yaptimi yoki yo'qmi? Albatta keyingi qismda bilib olishingiz mumkin. Ikkinchi qismni kutib qoling. Ikkinchi qism boshqa kanalda bo'ladi.